qizlar qaranglar. Misol uchun, sizlar aytasizlar-da, menga mana misol uchun keladi deb aytadi. Menga bitta krem berib turing. Men sizdan biror bir foyda olay. Prem keyin boshqa narsalaringizdan olaman deysizlar-da. Bu kremni nima bilan ishlatasiz? 1. Qanday ishlatasiz? 2. Aslida bu kremni siz ishlatadigan narsalarning sostavi qanaqa to'g'ri keladi, uni men bilmayman-da. Ya'ni mendan bitta narsa olib ketib, prostatik nima deydi, odzev yuboradigan yoki o'g'ringizni ketkizib yoki ajinlarni ketkizib bera olmayman. Umuman olganda nabor-da bu narsa etap bo'ladigan narsa-da. Shuning uchun biror nima ishlatmoqchimisiz, eng kamida 3 ta, 2 ta, 4 ta narsadan boshlash kerak-da, yo'qotni. Ya'ni yuzni yuvish, biror narsa bilan namlantirish yoki shunaqa bilan. Hech qachon bitta narsa bilan katta natijaga erishib bo'lmaydi. Bu narsani prosta tomosha. Misol uchun, menga kelgan odamning penkasi bo'lmasa, "Men senga ampula beray, men senga krem beray" demayman. Men penkasiz, SPFsiz hech narsa sotmaganman shu paytgacha. Birinchi so'rayman, bormi desa, yo'q desa, o'sha ularni